Assalamualaikum. Hammaga ne deymiz, bizler Milliy bankning vakillerimiz son mahallelerde kreditin, imtiyazlı kreditler hakkında to'liq tushunib berу maqsadida har bir mahalla ochib, shunisi o'tkazyapmiz. Bizler Milliy bankimiz tarafından bugungi kunda жұмыссыз fuqarolarga biznesga birinchi qadam kredit produktimiz bor. Bu da жұмыссыз fuqaro bo'lganda 10 millionga chegim kredit beriladi, plastik kartaga solib beriladi. O'zini-o'zi banklaydi. O'zini-o'zi bankning 412 ming so'm to'lami bor. Onu to'laydi. Ne isteyeceğini saylab, so'rgan qarab turib 18 ayga 23% kredit solib beramiz. Жұмыссыз fuqarolarga. 18 yaşdan 65 yaş aralığında fuqarolarga. Ondan keyin kelajakka qadam degan kredit produktimiz bor. Bu 61-sonli qaror bo'yicha. Bu da bitkiruvchi yoshlar, ya'ni universitet institutlarda biyil bitkirgan yoki endi bitkirajak biyil 4-kurs bo'lgan nelarga da yoshlarga da kreditlarimiz bor. Bu da 10 millionga chegim plastik kartaga solib beriladi. Ya'ni tartibi жаңағыдай ne bo'ladi, o'zi bandlaydi. So'ngra qarab turib 10 millionga chegim 18 oyga beriladi. Ikkinchisi 20 millionga chegim bezolog, ya'ni sug'urta bilan. Adına yatsı aşağıda yatsı boyunca ne isteyecek magazin açacak olsa magazin içinde холодильник, stol, ne вытяжка diyor. Sonda zıtlardan alsa болады. Bu 7 жылға 18% verilir. Aslında süresi yani kompüter, kassa yapılarını alады olmazlar. Üçüncü produktimiz var 60-sonli qaror degan. Bu yaqinda tasdiqlandi bu. Bunun tartibi bulam жаңағыдай жұмыссыз yoshlarga, yani 18 yaşdan 31 yaşga chekimga жұмыссыз yoshlarga o'zining biznesini boshlash maqsadida 100 millionga chekim kredit produktimiz bor. Bu da prosenti 18%dan 5 yılga. 5 yılga жаңағыдай ne zatlar alsa болады. Mesela kompüter açacak olsa kompüter, игровой kompüter açacak olsa kompüter alsa болады. Ya birde Şvetsiya qaçanamsa ne машиналарын alsa болады. Nesi tartibi bu da o'zining atına yatdı, firma açadı. Nölöboy bo'lsa da bu tazadan açadı. Tazadan açқан firmada do'g'urni o'tkazib beriladi. Qo'ldan taqpol bo'lib berilmaydi. Bu tartibi. Ondan keyin 312-sonli qaror bor. 312-sonli qarorda ishlab turgan yatdı firmalarga, misol uchun magazinlar bor-ku, оборот ishlab turgan magazinlarga 100 millionga chegim bezolog kredit beriladi. Bu da sug'urta polis kompaniya, ya'ni sug'urta kompaniyasi kepil bo'lib beradi. Bu 6 yılga nüks qalası üçün 22% verildi. Ondan keyin yana bir tartibi var. O'sha 312 байланышлы алдын hakim жардамчыдан kredit alıp vaqtında javoban bo'lsa, so nesini izini davom etу maqsadida taza firma açsa da 20 millionga chegim bezolog kredit beradi. Bular bo'yicha. Hozir ko'plagan neler var? 22%dan bo'la beradi. Yani srogi 6 yıl 312 bo'yicha. Buna 61 bo'yicha yoshlarga 18%'den biri 5 yıl, biri 7 yıl. 7 yıllık жаңағы üniversiteler tükkergen, yani tükkerip atırgan studentlerge göre. Sonuçta üllerinde балалары neler olsa tükkergen, onlar alsa болады. Buna жұмыссыз yoshlar degенimiz hazırgi kunda resurs var, hech qanday irkis qilmaydi. Uzaq bilan bir haftada kreditda shart berib harakati bo'ladi. Banklar sal. 18'de. 18'den beri. 65 yaşga chiqdi. Yo'q, bu 30 yoshga chiqdi. 31ga to'lmagan bo'lishi kerak. Bo'zg'ashib qilmas. Жұмыссыз fuqaro bo'lish kerak albatta. Bor ne? Shunday bo'ladi.